Assalomu alaykum. Nigoh ortida kanali obunachilari. Sizlarga va'da qilingan birinchi ijodkorimizni sizlar bilan tanishtiramiz. Bu inson hozirgi paytgacha birinchi biz intervyu olyapmiz desak mubolag'a bo'lmaydi albatta. Chunki shu paytgacha hech kimga intervyu bermaganlar va biz mana shu bizga kelgan muxlislarini savollarini shu iltimos qilishganligi uchun birinchi shu odamni olib chiqinglar degani uchun biz bu odam bugun uylariga kelib o'z birinchi suhbatimizni olib borishni boshlaymiz ijozatinglar bilan. Va u odam kim? Bu odam albatta Yusupov Oybekjon bo'ladi. Assalomu alaykum Oybek aka, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Rahmat doim. Siz bilan biz intervyu qilishni qancha kutib, mana bugun yetib kelib, va bu bir haftadan beri ana bog'lanamiz bilan mana qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz deb oxir mana bugun nasib ekan. Uylariga topib kelib mana shu bugunga vaqt soat bitgan ekan. Salomatmisiz aka? Rahmat. Salomlashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga, barchalarga. Biz aka muxlislar birinchi shu insonni olib chiqinglar, shu inson bilan bir suhbat qiling deb bizda bu kanalimizni ochganimizda o'zi bu kanalimizni nomi Nigoh ortida deb nomlangan. Biz joylashishimizda buni maqsadimiz o'sha yashirin nigoh ortida qolib ketgan masalan. Endi siz bu gapim bilan nigoh ortida qolmagansiz, o'z naborib siz o'ta haligi vaqtini zo'rg'a belgilab oladigan inson bo'lib qolgansiz, ko'z tegmasin. Bu darajaga qanchalik qiyinchilikda erishganligingizni yolg'iz o'zingiz bilasiz endi. Va bugun endi o'shalarni mana hech kimga intervyu bermagansiz. Mana sizga kelgan muxlislarimiz savollari bor, ularni yetkazamiz va o'zingizda o'sha o'zingizga yarasha muxlislaringiz bor, o'zingizga yarasha auditoriyangiz bor. O'shalarning savollarini bugun sizga biz yetkazamiz akajon. Inshaalloh, xudo xolsa. Akajon, birinchi savolimiz bu musiqaga kirib kelishga nima turtki bo'lgan Oybek aka? Hop, bizda oilamizda amakim san'atkor, muzikant, klavish chaladi, ham o'zim ustozim, ham ustam, ham ustoz, ham usta. Birinchi to'ylarga olib chiqib, klavishda yonida garmoniya chalib, shu amakimdan o'rganganman. Klavishda ustozim. Shu birinchi sabab shu deb o'ylayman. Chunki bu ya'ni amakingizgacha bo'lgan holatda ham masalan qandaydir turtki bo'lgan-ku, masalan mana shu muzikant tug'ilib men muzikant bo'laman deb o'ylamagansiz-ku, masalan nimadir sabab bo'lishi mumkin-ku. Nima desa bo'ladi? Endi o'zalik bilinib qoladi-yu, oddiy men yoshligimni aytib berishadi uydagilar. Allani o'rniga ham qo'shiq eshitib uxlagansan haligi. Oldingi maytfonlar bo'lardi, kaseta tushadigan. Albatta biz eshitganmiz, siz bilan sir bo'lmasin, men o'zim ham ustoz deb bilaman, chunki siz bilan ozmi ko'p joylarga borganmiz. Ozmi ko'pmi emas, deyarli mana hozir ilm yo'lida ham birga o'qiyapmiz desak yolg'on bo'lmaydi. Va biz guvoh bo'lganmiz o'sha muzikal maktablarda o'qib yurgan mahallingizda buzuq fortepianolarni chalgan kunlaringizni ham ko'rganmizda, to'g'rimi yo noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Shu mana masalan hamma insonda hayotida eng qiziq bo'lgan holat bo'ladi-ku, aka, masalan mana shu musiqa, mana shu o'zimiz yo'nalishimiz sohasida. Sizda masalan eng qiziq voqea bo'lgan bironta voqeani eslab aytib bera olasizmi bizga? Qiziq voqea. Hozir lekin esimda yo'q. Chunki masalan hammada bir bo'ladi-ku, baribir shunaqa holat. Bo'ladi. Hozir lekin esimda yo'q. Mabodo esimga kelib qolsa aytib beraman lekin. Yaxshi. Suhbatimiz davomida avval hozir muxlislarimiz talablari juda ko'p. Sizdan avval bir singl agar ijozat bersangiz, o'zingiz yoqtirgan bir chiroyli qo'shiqni ijro qilib bersangiz, keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz. Xudo xolsa qo'ldan kelgancha. Olib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyom, ko'rganiga shukr qil.
nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyom, ko'rganiga shukr qil. Shivirlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga, oqar suvlar uyingga, kirganiga shukr qil. Shivirlagan maysalar gilam bo'ldi yo'lingga, oqar suvlar uyingga, kirganiga shukr qil. Boshing egib daraxtlar, 100 ming nozu ne'matlar, dasturxonni to'ldirib turganiga shukr qil. Boshing egib daraxtlar, 100 ming nozu ne'matlar, dasturxonni to'ldirib turganiga shukr qil. Bahor bilan qo'shilib darvozangga bosh urib, ayvoningga qaldirg'och qo'nganiga shukr qil. Bahor bilan qo'shilib darvozangga bosh urib, ayvoningga qaldirg'och qo'nganiga shukr qil. Jajjigina qo'lida yurt tuprog'i bolangni, ohista qadam tashlab yurganiga shukr qil. Jajjigina qo'lida yurt tuprog'i bolangni, ohista qadam tashlab yurganiga shukr qil. Aqdam quli ogoh bo'l, olamda yo'q bunday yurt, qalam qog'ozga ko'ngling yozganiga shukr qil. Aqdam quli ogoh bo'l, olamda yo'q bunday yurt, qalam qog'ozga ko'ngling yozganiga shukr qil. Nega nolib yashaysan, berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyom, ko'rganiga shukr qil. Ko'zing yorug' dunyom, ko'rganiga shukr qil. Bo'lgandan keyin qilamiz. Rahmat Oybekga, ovozlaringizga ovoz qo'shilsin. Bunaqa endi ijrodan keyin suhbatni o'zi asli hozir muxlislar aytadiki, bu savol javob qilmaylik. Undan ko'ra Oybekjon ko'proq qo'shiq aytaversin deb yozishyapti-da hozir. Aslida biz hali masalan sizni hali tanimagan, ya'ni boshqa viloyatdan kuzatadiganlar ham bor. Ya'ni 12 ta viloyatdan boshqa, faqat boshqa viloyatdan, ya'ni
boshqa qo'shni davlatlardan ham kuzatadiganlar bor va ulardan kelib tushgan savol bor. Siz qayerda tug'ilgansiz, nechinchi yilsiz degan savollar borda. Endi to'g'ri, masalan, birinchi intervyu olishda masalan bu narsalarni hali shu paytgacha masalan siz o'zingizni do'st, yor birodarlaringiz bilsa, masalan, boshqa sizni muxlislaringiz buni bilishmaydi. O'shaning uchun o'zingizdan eshitishadi. Men Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida tug'ilganman. 1999-yil qish eng sovuq kunlarda 10-dekabrda tug'ilganman. Mana qarang o'zi hamma yaxshi san'atkor o'zi mana shu vodiydan chiqadi o'zi mana shu Namanganda, mana shu mana shu so'ragan muxlislarga mana biz ham Qo'rg'onda tug'ilganlar. Shu 1999-yilda mana qishda, lekin bu nolalar nimaga qaynoq desalar bu sovuq qishda tug'ilganligi uchun ichidan chiqadi-da bular nolalari. Va Oybekga yana bitta savol. Hozirda qayerda o'qiysiz yoki bitirdingizmi? Qanaqa bu hozir ilm sohasida ham sizni ko'p bilamiz. O'qishda o'qishadi deyishadi. O'shaning uchun bularga qanaqa? Hozirda Namangan davlat pedagogika institutida magistratura bo'limida 2-kurs talabasiman. Xudo xolasa yaqinda bitiramiz. Himoya qilib bitiramiz Xudo xolasa. Ana, bundan oldin san'at kollejida o'qigansiz, a? San'at kollejida, undan keyin shu Namangan davlat universitetida bakalavr o'qiganman. Ha, bakalavr. Allohim bundan keyingi yutuqlaringizda ham sizga barkamollik tilab qolamiz. Va artist loyihasida ham sizni ko'rgan muxlislarimiz bor. Va shu asosiy Instagramda ko'tarilishgan shu artist loyihasi turtki bo'ldi desam bolag'a bo'lmaydi. Shunaqa. Shu artist loyihasiga qatnashishingizga kim turtki bo'ldi? Kimdan chiqdi bunaqa olib? Yoki o'zingiz qiziqdingizmi bir qatnashib ko'raman? O'sha odamlarning mish-mishi baribir tarqaladi-ku, muxlisda baribir har xil gap bo'ladi. Siz kastingdan albatta o'tgan ekansiz va ayrim sabablarga ko'ra o'z xohishingiz bilan bormagan ekansiz. Shu gap qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri? Ha, bu artist loyihasiga borishimga sabab ko'proq o'sha bakalavrda o'qidik, u paytdagi ustozlar o'zlari aytib, shunga borish kerak, Oybek borish kerak deb aytishganlardan keyin xohish uyg'ondi, borish niyati paydo bo'ldi. Bordik. Haqiqatan kastingdan o'tgandim, lekin to'g'ri o'sha o'zimning ixtiyorim bilan ma'lum bir sabablarga ko'ra sog'lig'imda ozgina muammo bo'lgani uchun men bora olmaganman kastingga. Ha, demak siz o'sha kastingda o'tgansiz. Ha, 100 talikda o'tganman. Ha, demak 100 talik orasidan o'tgansiz. Demak, haqiqatan ham ko'rdingizmi, u odamlar hamma narsani biladi-da. Lekin men shunchasi bilan bir muloqot qilib, shuncha gaplashgan holatda, buni endi mana hozir o'sha uni ham kecha shu o'qib turgan biz mehmon san'atkor shunaqa bo'ladi, Oybekjon Yusupov bo'ladilar. Ya'ni xalq orasida tanilgan Oybek qori deb tanilgan, taxallus ortida tanilgan odam inson keladi bizga deb. O'zim o'z birchasi savollarni berib, u hozir men sizga bularni agar savolni o'qib beradigan bo'lsam, bu intervyuimiz ertalabgacha bo'lishi kerak. Men o'zim endi hali siz ko'p gapirishni yoqtirmaysiz, eskidan bilaman. O'shaning uchun sizni ko'p gapirtirish niyatimiz ham yo'q, lekin prosta berilgan savollarni berish, ya'ni bu oddiy savollar bo'lganligi uchun, ya'ni xalqqa qiziq bo'lganligi uchun ko'p tushgan savollarni biz terib oldik albatta. O'shaning ichidan beramiz va endi agar mayli desangiz, o'sha artist loyihasida sizni shu yurtimizga tanitgan, ya'ni Instagram tarmog'ida mashhur qilgan qo'shig'ingizdan ijro qilib bersangiz.